Homiladorlarim, oyijonlar, qaranglar, men sizlarni ko'pchiliginglarni qiynaydigan suv xiraligini o'zimdagi keyslar orqali tushuntirib bermoqchiman. Ahamiyat beringlar. Mana bolajonimni oyoqlari ko'ryapsizlar, bu atrofdagi qora suv. Suvda ahamiyat bersanglar, har xil narsalar uchib yuribdi. Bizning tilda aytganda bu включениyalar deyiladi. Va bu narsa normada, tushunyapsizlar, normada bo'ladi. Bu suv xiraligiga kirmaydi. Tak, suv xiraligi juda ham kamdan kam holatlarda uchraydi. Misol uchun, men shuncha homilador ko'raman, bir oyda bir marta yoki 2 marta kelishi mumkin. Yana ko'pchilikni bezovta qiladigan narsa, men juda ham hayron qolaman. Menga kelishadi-da, mana bunaqa kichkina sroklarda 12-13 haftaliklarda o'ziga tushgan va suv xiraligi bor deb aytishgan. Bitta narsani yana unutmanglar, taxminan 17 haftalikgacha deyarli suv xiralashi uchramaydi homilada. Tushundinglar? Agar bolada jiddiy qanaqadir nuqson ketmasa, uchramaydi. Demak, kichkina sroklarda suvim xira ekan deb siqilib yurishni unutamiz. Mana bunaqangi включениyalar ko'rsak ham, kimdir ko'rsatsa ham, bu narsa normalligini bilib olishimiz kerak. Suvingiz xira deb aytishsa, ahamiyat bermaymiz. Keyin yana bitta isboti, suvni ko'p qismini mana bola siyib chiqaradi. Ko'ryapsizlar? Bu yerda ham siyyaptilar. Mana. Shunaqa, bu isboti. Bularni siydigi katta odamlarnikidan juda ham keskin farq qiladi. Qonni plazmasiga yaqin bo'ladi, ya'ni xavotir olmanglar.